Aniq bilaman, bunaqa gulash umuman yeb ko'rmagansiz. Bu retsept saqlab olishingizga albatta arziydi. Masalliqlar grammini video tagidan yoki kommentariyadan topishingiz mumkin. Go'shtga ziravorlar sepib, silik etguncha qovurib olamiz. Go'shtni silik etdi, chesnok va seldir orqa tomoni va piyozni ham past olovda qovuramiz. Men piyozni taxminan 15 daqiqa qovurdim, chunki gulashda piyoz tirik bo'lib qolishi kerak emas. Piyozimiz o'lgandan so'ng un va tomat solib, uni ham yaxshilab qovuramiz. Tomat yaxshilab qovurildi. Suv solamiz, ziravorlarni sepamiz va 2 soat qaynatamiz. Pishib chiqqandan so'ng garoq solamiz. Gulashni duxovkaga tiqsa bo'ladigan idishga solamiz va gulashni ustki qismiga kartoshka pyure tayyorlab olamiz. Bu pyurega sariyog' va tuzdan boshqa hech narsa solmaymiz. Pyureni gulash ustiga qo'yib, duxovkaga yuboramiz. Ishonavering, bu sizni eng zo'r retseptingiz bo'ladi. Ovqatimiz pishdi, hammaga yoqimli ishtaha. Bu retseptni eng yaqin odamingizga yuborib qo'ying.